Hammalarga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Mina jamoasi savol javob o'tkazishga Toshkent City'ga keldik. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, qiziq joylari hali oldinda. Qarang, hozir o'rtog'ingizga telefon qilasiz. Savol so'rash kerak? Yo'q, qarang, men maqol aytaman. Masalan, oltin olma, duo ol degan maqol. Uni o'rtog'ingizga aytmaysiz, prosta telefon qiling, menga bitta maqol ayting. Agar biz aytgan maqolni aytsalar, sovg'ani olib ketasiz. Yaxshi? Allo, muxlisa. Anaqa og'zingga kelgan maqolni aytgin. Qanaqa любой maqolni aytgin. Ot aylanib qoldig'ini topadi. Bo'ldi, rahmat. Qarang, buni to'g'ri topolmadinglar, qizlar aka, yaxshimisiz? Assalomu Hozir alaykum. Instagramga videorolik olyapmiz. Men aytgan maqolni, bu kim o'rtog'ingizgami, kimga xohlasangiz telefon qilib ko'rasiz, ular aytib bera olsa, men sovg'ani bittasini olib ketasiz. Ya'ni maqolimiz oltin olma, duo ol. Bo'ldi, onamlarga qilsam bo'ladi? Mayli, farqi yo'q, to'g'ri. Allo. Alo. Opa, assalomu alaykum. Alaykum. Opa, anaqa bitta maqol ayta olasizmi? Qari bilganni qari bilmadi. Xo'p, rahmat opa. Yo'lmaganingizga rahmat. Mana bu. Shart emas deydi. Mayli, Rahmat, xo'p, xudo charchamaysiz. xohlasa. Sizga prosta qiziqarli savol javob. Misol uchun mana chinnilar bor-ku, pila, kosa, shunga o'xshagan narsalar. Agarda pila tilga kirganda, unga issiq choyi quyganingizda pila nima deb tilga kirgan bo'ladi? Voy degan. Baqirgan bo'ladi. Voy shunaqa issiq ham bo'ladimi jinni? To'g'ri, mayli, qatnashganingiz uchun rahmat. Mana o'zi buni brend ko'rganmisiz? Bu Mina brend. Mana mashina skaner qilsangiz Instagramdan chiqadi. Podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishganimizda sovg'alar yutib olasiz. Mayli, rahmat, charchamaysiz.